Assalomu alaykum. Vodus kanaliga obunachilar. Mana bugun yana sizlarga bo'g'oz qo'y izlayib turgan akalarimiz uchun mana bo'g'oz qo'ylar tunaqadan kelibdi. Har doim model bugun ozgina, sozgina bo'ladi akalar. Bugungi videomizda 13-mart kuni haftaning juma ulug' ayyom kuni olyapmiz. Kech bo'lib qoldi akalar. Bu videomiz xudo xolasa shanba kuni tongida efirga chiqaramiz akalar. Ko'rib aloqaga chiqib kimga yoqsa sirasi telefon qilaverasizlar xudo xolasa. O'shanga boshida aytib qo'yapmiz. Manzilimizni ham aytib qo'yamiz. Manzilimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onsaroy qishlog'ida. Har doimgidek Optim ukamiz, Izzatilla ukamizni qo'rasidamiz mana. Assalomu alaykum Umarjon aka. Obunachilar assalomu alaykum. Aka bu ikki partiya qo'y chiqadi. Ikki partiya qo'yamizmi? Mana ikki partiya qo'yimiz bor. Partiyada ikkita ena bolasi bor aka. Dollars arzon qilib obunachilarga yo'lda qo'yib beraman aka. Ular narxini arzon qilib beraman. Arzon qilamiz mana. Bo'shashqa aka. Chiqaryapmiz do'stlar, sotilyapti. O'zlaring ko'rib bahoni beraverasizlar. Hammasi aka to'q bo'g'oz emas, yaqin bo'g'oz. Hammasi yaqin bo'g'oz ekan. O'zlaring ko'rib bahoni berib qo'yinglar. Bular son nechta ekan? 8 dona, bitta ona bolasi bor aka. Hammasi yelini ajrab qo'ygan-a o'zi. Hammasi aka yelini ko'chgan. Yelini ko'chgan ekan do'stlar, hammasini. Tug'ular rasa bo'lsa aka. Bir oy u yoq bu yoqda tug'arkan mana. Oldi tug'ib bo'pti mana bittasi do'stlar. Mana shu bolasi ekan mana. O'zlaring ko'ringlar, sifatni ham, qo'zini sifatini ko'ringlar. Mana. Qo'ydi qaranglar do'stlar. Bo'g'ozlar o'ta sifatli, o'ta chiroyli. Bo'ylari ham normal. Bular qaynayib kelyapti. Har doim xudoy qirg'iznikim bular. Qirg'izistondan o'tgan aka. Qirg'izistondan o'tgan ekan mana. Bu safar ozroq olib kelibsiz-da, uka. Ozroq aka, ozroq. Manoli qilib aka. To'liq qo'yib beraman obunachilarga. Mana manoli qilib, chiroyli qilib obunachilarga qo'yib beraman bu safar ham deyaptilar. Mana o'zlaring ko'rib bahoni beravering. Turishni qaranglar. Bu baslar ham o'ta normalli. Do'stlar. 85. Eng past 85. Eng past 85, oldi 90 gacha aka. Oldi 90 gacha ekan bo'ylari ham, uzunligi ham yaxshi. Shunaqa qo'ylarni chiroyli qo'shqarib chala olaman degan ekanlar, sirazi aloqaga chiqaverasizlar. Yosh o'yliga qanaqa bo'ladi? Nechi tishda endi bular tishi? 2 tishdan 6 tishgacha. 2 tishdan 6 tishgacha, ha? Bunaqa qarisi yo'q-a? Yo'q, qarisi yo'q aka. Shuni tishini bitta ko'raylikchi, ajrab qoldi o'zi mana. Qonni ham osilib yotibdi o'zi mana. O'zlaring ko'rib bahoni berib qo'yinglar. Bo'g'ozlar tagini ham olib qo'ying. Na bo'g'oz aka mana. Mana, o'zlaring ko'rib bahoni berib qo'yinglar. Mana aka 2 tish. Tishlar ikki tish ekan mana. O'zlaring ko'rganlar mana qonlar ham mana solyapti. Qolsa mana 10-15 kunda tug'voradi akalar. O'zlaring bir ko'rib bahoni beraveringlar. Qaysi biri yoqsa mana. Shunisi yoqdi yoki bunisi ko'k yoqdi desang, bittaga ham aloqaga chiqaverar ekansizlar. Bemalol narxni ham kelishtiramiz, xudo xolasa bittani ham chiroyli qilib beraverarlar. Izzatilla akam buni Aldongida sifatlisidan kelibdi. Sifat yuqori aka. 6 ta sarig'idan, 2 ta sari variantidan bor ekan. Endi buni pulini qancha deymiz-da? Aka buni oldi qo'shib qilmaymiz. Bu balandda kelish kerak-ku. Maqsad sotishlar uchun aka dolasi yo'lida qilib siraylab qo'yib beraman bunachilarga. O'tgan safar ham sotdik aka. Hop buni bir yerga olsa 8 tasini, ena bolasi ham ichida ketadi aka. Bolasi nima? Bolasi o'g'il aka. Bolasi o'g'il ekan-a? 7 million 300 ming so'mdan ketaveradi aka. 7 million 300 ming so'mdan. Ha, buni 100 ming o'tdim, 200 ming o'tdim demayman. To'g'ri, so'rash kerak yo'q. Yaxshi ena bo'lsa kimga ma'qul kelgan bo'lsa aloqa chiqsin aka, kami bor. Xayrini qilib berasiz-da, chiroyli qilib. O'tib beramiz. Mana 7 million 300 ming so'mdan do'stlar, 8 tasi. Tanlab olamiz deysa aka. Tanlab olamiz deysa, hop 7 million 500 ming so'mga tanlab olish olsin aka xohlagan. Aha, 7 million 500 dan tanlab olishaveradi. Ena bolani o'zini aka 8 millionga dasturga qilib beraman. Ena bolani o'zi mana ko'zdan ko'rib turganlaring naqi do'stlar. 8 millionga dastavkasi ichida ekan. Ena bola aka. Ha, enasi nechi tish ekanda tishini ko'rib qo'yaylikchi. 4 tish aka. Mana do'stlar 4 tish ekan, hali yosh ekan, o'zidan ko'rib bahoni berib qo'yaman mana. 4 tish. Bolasini ko'ringlar, bolasini mana. Bola ham ko'chada. O'ta chiroyli. 8 millionga dastavkasi bor O'zbekistonda aka. O'zbekiston bo'ylab 8 millionga yetib boradi. Qoyillarning dastavkasini qayercha qilamiz, hammasi bitta joyga olishsa. O'zbekiston bo'ylab ketaveradi. Navodandan bitta ikkita olishsa qancha? 7,5 milliondan tanlab olishaveradi deyapsiz. Şeyden tanlab ketsa 100 ming so'm endi ag'abag'ar yo'l kirasiga yordam qilishar aka. Ha mana. 7,5 millionga 7,5 milliondan tanlab olishaveradi deyapsiz. 7,5 millionga 7,5 milliondan tanlab olishaveradi deyapsiz. 7,5 millionga 7,5 milliondan tanlab olishaveradi deyapsiz. Ag'abag'ar yo'l kirasiga yordam qilishar aka. Ha mana.
7,5 million so'mdan tilla olaverar ekansizlar. Qo'yani yo'l kirasi dastavkasi chap-chap kelishlar ekan do'stlar. Ikkita ishta olsalaring xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkasini tekin qilib berasiz ekan Toshkentgacha. 2-3 ta olsa. Samarqandgacha tekini. Samarqandgacha ekan mana do'stlar. Toshkentgacha emas, Samarqandgacha tekin qilib berar ekan 2 tasini olsalar. Hammasini bitta joyga olinsa O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ichida chiroyli qilib uylarga yetib boradi do'stlar. Ko'rasizlar. Xudo xolasa ma'qul keladigan variantidan bo'lyapti bizga. Ash qoralar ham yaqin ekan. Ash qoralar ham o'ta yaqin deyaptilar. Haqiqatan ham qonunlari ham pastga ham osilib berdi do'stlar. Shunaqa kattasidan, chiroylisidan boqaman degan akalarimizga politsiyani qilib qo'yaverasizlar. Do'st birodarlarga Telegram orqali ulashib ham qo'yaverasizlar. Shunaqa sifatlisidan olaman degan akalarimizga sira jo'natib qo'yasizlar. Aytadi-yu, chiroylisidan boqqin, sotganda ham chiroyli pulga sotasan deydi. 10 ta o'rniga bitta boqinglar yoki 5 ta boqinglar, xudo xolasa o'shani foydasini beradi do'stlar. Ikkinchi partiyamizga ham do'stlar o'zlaring ko'ring, bahoni berib qo'yinglar. Ikkinchi partiyamizdan ozgina sonni so'rash keragi ham yo'g'idan ekan. Buni ham menimcha yaqinda tug'ilib tushgan. To'liq ma'lumotni olib qo'yamiz. Bugun tug'ildimi? Bugun tug'ildi mana. Hali kunda yo'q. Xotib yurgan yo'q aka mana. Bugun tug'ibdi do'stlar. Ertaga oldi 15 kun, 10 kun u yoqda oxiri 1 oy bu yoqda tug'iradi dedi-ku. Mana o'zlaring ko'rib bahoni bermayman. 4 soat bo'lib xolos tug'ilganiga hali mana jaq quribdi-yu endi o'sha kindiklar haligi turibdi do'stlar. Mana shuni bolasi ekan. Bu nima tug'ildi? Sog'liqmi? Sog'liq, ha. Qo'chqormi? Sog'liq ekan do'stlar. Son 3 dona. Bular ham tug'ishi yaqin xudo xolasa. Yaqin aka tug'ildi. Yaqin ekan. Xo'p, tishlar necha tishdan tavla? 4 tish 6 tish aka. 4 tish 6 tish ha? Bitta shunisi 4 tish, 2 6 tishdan aka. Ha, mana shisi sog'risi 4 tish ekan. Nari ikkalasi 6 tishdan bo'libdi mana. Bizlar ko'rib bahoni beringlar. Yeb ichariga sog'ligiga garantiyasi bor-a? Bor aka, yeb ichari 10 kun sinov bor aka qo'ylar. Bu ham yaqin yelanapti, tug'ish yaqin. Yillar ostida do'stlar, o'ta tug'ishiga yaqin ekan. Oriqroq, lekin bu endi yirik. Chicha qaror kerak ekanda bunga. Chicha mehr bersalar o'ta chiroyli, sifatli bo'ladi xudo xolasa mana. O'zlaring ko'rib bahoni beringlar. Izzatli akam, yana bularning puli muhimda. Soni 3 dona ekan. Aka, oldi qo'shib qilmayman, maqsad sotish. Chiroyli ayting ukam, so'ramaydigan qilib aytavering. Uchovini bir joyga olsa aka 6,5 milliondan ketdi yana bola ham. Uchalasi bir joyga olinsa 6,5 milliondan ketdi yana bola. Yana bola ham ketdi aka. Hop, Yana bolani o'zini olaman desa 69 da dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. 69 ga dastavkasi O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. Ha, yana bola ham ichida. Yana olaman desa aka. Uchovini bir yerga olaman desa aka 6,5 milliondan dastavkasi. 6,5 milliondan. Bitta birattasini olaman desa nari ikkalasi kelishaveradi. Masalan, uyimda bitta qo'yim bor, o'shanga sherik qilib qo'yaman. Ko'paysa 3 ta bo'ladi degan akalarimiz. Keyin o'sha bittasini ham tanlab olishaveradi. Uni kelishtiramiz, chiroyli qilib kelishtirib beraverasiz. Aloqaga chiqsa bo'ldi, ishlarni bitirasiz xudo xolasa. Hech yoqqan bo'lsa, telefon qilsa ishlarni bitirib beraman. Aloqaga chiqib ko'rasizlar do'stlar, qaysi bir yoqqan bo'lsa, birinchi partiya yoqdimi, ikkinchi partiya yoqdimi, ishlaring bitadi xudo xolasa. Endi aytishlari mumkin do'stlar, 5 million, 5,5 million, 6 milliondan ham bo'lyapti deb, lekin sifatga ham qarab qo'yish kerak. Bo'yiga, bastiga ham qarab qo'yish kerak do'stlar. Sizlarga bitta maslahat prosta bu. Hamma o'zi biladi endi. O'shanga qarab narxlar ham o'shanga qarab bo'laveradi do'stlar. Xudo xolasa bugungi partiyalarimiz ham chiroyli sifatli bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'lmasdan kuzatyapti turgan obunachilarimiz bo'lsa, bittadan like dirsillatib qo'yaverasizlar do'stlar. Kanalimizga obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Sizlar e'tiborlaringizni xudo xolasa o'ta chiroyli sifatlilardan chiqarishga harakat qilamiz do'stlar.